Nazosh bo'pti, ketdimmi? Qayerga? Ishga nima deganing? Ha. Siz faqat ishga borasiz, ishdan kelasiz. Umuman xotiningizga vaqtingiz yo'q. Bilasizmi qolgan ayollarning eri qanaqa? Odamlarning eriga o'xshab qachon xotiningizga vaqt ajratasiz? Qachon men bilan hech bo'lmasa o'tirib gaplashasiz? Yo'q, siz faqat mashqni o'zini qo'ying. Menga uylanganmisiz, men divanga uylanganmisiz? Qoningizgacha yetib bormaysiz. Ha, bo'ldi, o'zingni bos. Ha, ishga boryapman deb boshqa joylarga borayotganim yo'q. Kayf safoq qilyapmanmi yo'qki? Ha. Bo'pti unda. Men ham boraman. Qayerga borasan? Ishga. Siz 30 ga dedingiz-ku, qanaqa ish? Sizni ishxonangizga boraman. Ko'ringchi, nima ish qilib shunchalik charchayotgan ekansiz? Voy, sen meni ishxonangga bor, men sharmanda qilmoqchimisan hozir? Boraman. Borasanmi? Bo'l, yur ketdik. Boramiz. Mana ko'ramiz. Davay. Mana chinti pulplari, tushunsan? Buni mana korobkachaga joylaymiz. Keyin bu katta korobkaga joylab chiqamiz bittalab. Hop, nechta korobka? Где-то 300 tacha. Obedgacha. Men ketdim. Boshla. Nazosh, bu Nura lampochkalari. Buni kачествосini butun O'zbekiston biladi. Tushunsan? Shuning uchun biz har bitta mahsulotni ishlayaptimi, ishlamayaptimi tekshirib chiqamiz. Mana mashinaga tiqib tekshirib chiqasan. Davay. Hop, qanchasini tekshiring? Ну, где-то mana mashina yarmini. Hopmi? Davay, tezlat. Yarim. Adas ketamizmi, charchadim. Ozgina qoldi. Mana ham bizda chiqadi. Tushunsan, bu ani включатор, rezetkalarni o'rnatadi, devorga qo'yib, o'sha narsa. Bu uchun ko'k bilan olovrang aralash chiqadi. Shuni ko'kini ko'kka, olovrangga qilib sortirovka qilib chiqish kerak. Hop, qancha sortirovka qiling? Ko'p emas, mana shu qopdan ikkita qilamiz, bo'ldi, ketamiz. Xotin, o'zimizga keyin vaqt ajratamiz. Hozir ishlash kerak, tirikchilikni qilish kerak. Davay. Jon boshlab yotyapsan. Vaqt ajratayin deb yotuvding-ku. Yur, teatrga boramiz. Kinoteatrga zo'r kinolar ketib, kinoga tushamiz. Zo'r bo'p. Shuning uchun menga ishxonangizga boraman qilmagin ikkinchi. Mana ko'rdingizmi sizlar? Sadirlar bilan Nazokat bir kungina mehnat qilib divanga mixlanib o'tiribdi. Buning orqasidan bitta chiroyli oila buzilib ketishi mumkinligini o'ylamaydimi? Unchalik bo'lmas. Nima deya so'zdan o'zi? Oila buzilmasa, bashar ham buziladi. Joyi zayd qilmasdan spalniyaga chiqib yotib kelinglar.